Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlanadi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishlikka harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu yerda o'tirgan yoshlarning necha foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib bir ma'lumotimiz oshirayotgan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib, bir narsani o'rganishida o'rniga bitta telefon qilib palonchi qarakadan so'rab olamiz, bitta xat yozibdi domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmga ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatda oxir zamonning mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishligi bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzilalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabuz zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda xulosa oladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtning barakasi ketadi deyshadi. Xususan ko'rib turibmiz, Ramazonda 2-10 kunligi boshlandi, birodarlar. Kecha Ramazon keldi deyatuvdik, kecha bir hafta bo'pti deyatuvdik, mana bugun 2-10 kunlik boshlandi deyapmiz. Birodarlar, his qilyapsizlarmi vaqt o'tayotganligini? Biz nimaga Ramazonda 10 kun o'tganligini hozir aytyapmiz. Chunki sanaymizda Ramazonni 5-kuni, 6-kuni deb. Endi bunaqa oydan qanchasi, bunaqa yildan qanchasi o'tib ketyapti. Uylanganlar qaranglar, necha yil bo'ldi o'tib uylanganinglarga. Uylanmaganlar qaranglarda, maktabda qachon birinchi marta ostonasini oxlab o'tganinglarga. Vaqtni qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitta. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi, shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab tolaga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgurmayapmiz. Vaholanki avvalgilar e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib, hamma qarindoshlariga aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgurmayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonning belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat, 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan, sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat, bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa zamon vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga yetkazishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda bu narsa haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amri mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar? Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn Abdulaziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar do'ppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan.
Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asridan keyin mana Umar ibn Abdulaziz bor yo'g'i 2 yil 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn Hattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo ra'iyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti, birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa, deb kutmaylik. Bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat ustida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan ana shu Umar ibn Abdulaziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, antara khufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar alayhissalom javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering dedi. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga baland soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayaptim. Bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonda alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'paydiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qaniydi shu mayitning o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnaning ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Avf ibn Malik roziyallohu anhudan: biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda, u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, "Ey Avf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin" dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana vasahatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunday yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonga yana yaqinlashganligining belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Hattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarning oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Hattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bu keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizning alomati ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltindan narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-alomati, arablarning uylariga birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot topdi.
Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa nazarda tutiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr-ku derlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudhi'u biha laha tuzi'u laha a'naqul ibili bi Busra." Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarimoroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijozning o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizning tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Talib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxayro ismli rohib qaytarib yoradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654-hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654-hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraman sizlarga. 654-yilning Jumadul Oxira oyining 3-kuni, chorshanba kechasida Madina-i Munavvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tning kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi. Vulqon bo'ldi bu yerda. Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashdik, uni ko'rishlik maqsadida. Tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarning yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizni ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadi-da sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinardi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga, har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda deydi. Men bu maktubimni 654-yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi o'rtadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishlik uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni, o'zini ahliga borib, bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka tili ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz deydi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada
oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Siriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Siriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjidun Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarini yechib, o'zlarini e'tirof qilishib gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylaridan chiqib Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navoiy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu buyuk olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratning 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumus sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga o'sha kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Butun koinotni ontar-to'ntar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan u uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo yosh kattaroqlarimiz biladi. Shunday bir to'polon bo'luvdiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qib ketadigan bo'lganda, shu bir bizatilayotganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi. Shu ishxonaga bir katta kamazis 2 chamadon pul olib kelgan ekan. O'sha eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishlikdan burun aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yoqqa. 2 chamadonni oldiga qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib, "Ma bir chamadonni oling, bir chamadonni pul qilib bering" degan ekan. Ya'ni yillar davomida yemay, ichmay, ehtimol zakotini bermay, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishlik xavfi bo'lib qolgan paytda shart yarmini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, sadaqaning afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam berib olar ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga birov aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor, ishonchli bir joydan eshitdik desa, ha dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Quloq soladi, hech gap yo'qmi deydi. Keyingi safar aytdi, keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora-bora shu odamni maslahatsiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hammasi sodir bo'lganini ko'rsangiz, endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchayamadimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'pti-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda, deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishligiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi, ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz,
lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot, inna Ibrohima kana umma dedi Alloh. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan. Shunday kishi Parvardigor, o'liklarni qana qilib tiriltirasan, bir ko'rsatmaysanmi dedi. Osmonni, malakutus samovotni ko'rsatgan Ibrohim o'zi Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilgan edi. Shu zot qalbim taskin topsin-da deyapti. Ishonmaysanmi desa, ishonaman, lekin qalbim taskin topsin deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz, birodarlar. Biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun, iymonimiz yana ziyoda bo'lishligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berar ekan, Nofiydan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman." U zot aytgandi: "Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi." Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarning qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi. Birinchi bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi va bu nima bo'ldi? Sahobalar davrida to'laligicha musulmonlar qo'lga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yenganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy da rivoyat qilingan hadisda mana mashhur hadis, Adi ibn Xotam at-Toyi, bu kishi mana tarixda Xotamtoy deb saxiyligi bilan, saxovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi, mana podshoh bo'lgan, Nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan Xotim ismli kishi. Shuni o'g'li Adi ibn Xotam at-Toyi Nasroniy dinida bo'lgan, o'zini qabilasining podshohi bo'lgan. Shu kishi islomga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda Rasululloh unga bir qancha hadislarda aytadi. Uni hozir o'qiymiz, kelajakda mana shu bashoratlarida. Adi ibn Xotam at-Toyi aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida edim. Bu kalima keltirib turgan kuni, islomga endi kirgan musulmon. Bir kishi keldida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kambag'al ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldida yo'ldagi musofirlarga ozor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiga qarab aytdiki: "Ey Adi" dedi, "Hironi ko'rganmisan?" dedi. Hiro Iroqni, ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adi aytdi: "Yo'q, ko'rgan emasman, lekin eshitganman ko'p narsani" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda faqat Allohdan qo'rqib haj kelganligini ko'rasan" dedi. Shunda Adi ibn Xotam at-Toyi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda, Madina qayoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan qarab turib, payg'ambarimiz so'zni aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zi bilan ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqning bir chekkasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib, tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va islom kengashiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Xotam at-Toyi endi islomga kirgan kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zimga o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga, janjalga to'g'izib tashlagan meni Toy qabilam bor u. Ular qayerda qoladi? Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi. Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinaga hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi. Hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Xotam at-Toyi Kisro
Kisro ibn Hurmuza ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizning kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kelgan Adi ibn Hatim at-Toyi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'lar ekanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bu bo'ldi bular. Bu mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik, boylikni ko'payishigini aytdik, vaboda aytdik. Payg'ambarimiz nimani aytgan bo'lsa sallallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bu bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldir oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, istedi, sadaqasini yoki zakatini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynlanganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Hatim aytadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'baro bo'lishlarga ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Yuqoridagilar dunyodagi bashoratlar bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan bashorat mana shu narsa. Alloh taolo bir kishiga aytadi deydi. Sizlarga dinni yetkazgan rasulni jo'natdimmi deydi. Banda ha deydi, jo'natgansan deydi. Alloh taolo seni moli dunyo bilan fazilatli qilganmidim deydi. Banda ha deydi. Shunda haligi banda deydi Rasululloh, o'ng tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chop tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar, qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolo oldida hisob-kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari Adi ibn Hatim aytadi. Alloh meni umrimni uzun qildi. Forsni fath qilib, Kisroni xazinalari musulmonlar qo'liga o'tayotgan qo'shinda men ham bor edim deydi. Alloh taolo menga deydi, umr berdi va Hirodan bir ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytgandek, tuyani minib yolg'iz o'zi haj qilgani, hech kimdan qo'rqmasdan omonlik bilan kelganligini ko'rdim deydi. Agar sizlar Alloh sizlarga umr bersa dedi atrofdagilarga, to'ldi tillasi bilan chiqib sadaqa oladigan odamni topolmagan odamni albatta ko'rasizlar dedi. Adi ibn Hatim to'y uchinchisini ko'rmadi, lekin aytayaptiki, Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abul Qosim sallallohu alayhi vasallam aytgan bashoratning ikkitasini ko'rdim, uchinchisiga umr yetmaydi shekilli, lekin sizlar aniq ko'rasizlar dedi. Akalar bu bo'ldi. Umar ibn Abdul Aziz davrida 2 yil 4 oy xalifa bo'lishiga qaramasdan zakot sadaqa oladigan odam qolmadi. Endi nimasi qoldi bu hadisda? Alloh taoloning oldida turasizlar deyapti payg'ambarimiz. O'rtada bitta ham tarjimon bo'lmaydi u kunda birodarlar, aka-uka, tanish-bilish, palonchini jiyani, palonchini kuyov bolasi degan gap bo'lmaydi. Yolg'iz turasizlar. O'ng tomoningizda do'zax, chap tomoningizda do'zax, faqat Alloh taolo rahmat qilganlar. Yarim dona xurmoni bo'yib bo'lsa ham sadaqa qilib olinglardi. Chunki ko'p qaytarib biz bu hadisda mana shu joyga jon kelgan paytda pulini yarmini masjidga ber, yarmini madrasaga ber degan narsaning foydasi bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda kelajakda bo'ladigan muhim siyosiy alomatlar haqida bashoratlar berdi. Aytdilarki, agar Kisro o'lsa, u Kisrodan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi. Agar Qaysar halok bo'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlar Forsni fath qiladi, Kisro ana shu Fors podshosining laqabi bo'lsa, shu bilan tugadi. Bu bashorat bu. Vizantiy imperiyani aytayapti. Agar Qaysar qatl qilinsa, o'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi, deyapti. Haqiqatan musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu shirkka, gunoh ma'siyatga to'lgan imperiyalar yo'q bo'ldi. Tavhid kalimasi bo'ladi ustida. Mana shu payg'ambarimizning bashoratlari qanday sodir haq bo'lgan bo'lsa, hali sodir bo'lmaganlari ham xuddi shundaygicha haq suratda sodir bo'ladi. Imom Ahmad va undan boshqa bir muhaddis olimlarimiz keltirgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik, u zot gapirardi, biz yozib turardik. Sahobalar Rasulullohdan so'rashdi. Ayyul madinatayni tuftahu awwalan? Al-Qastantiniya am Rumiya? Mana bu ikkita shahardan qaysi biri birinchi fath bo'ladi ya Rasululloh? Qastantiniyami, Istanbul hozirgi, yo Rumiyami, Rim? Madinatul Xiraql tuftahu awwalan. Avval Xiraqlda shahri, Istanbul, ana shu Konstantinopol deyilgan. Bizga tarixda o'tganda Konstantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fath bo'ladi. Keyin Rumiya shahri dedi.
Ishoninglar birodarlar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi demay bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu a'lam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas, magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fath bo'lganligini ko'rilar inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bashoratlaridan la taqumus sa'a hatta tuqatilut turk. Turklarga qarshi g'azot qilmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni turk deganda biz bilgan turklar emas. Arablarda u davrda hozir ham turk deganda mo'g'ul tatarlar nazarda tutilgan. Hali Nabiy sallallohu alayhi vasallam hali bir 500 yil, 600 yildan keyin bo'ladigan mo'g'ul tatarlarning xurujini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shu davrlarda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, biz yurtlarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusiyaga bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan. Rasululloh aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmaguninglarcha. Boshqa hadisda turklarga, ya'ni mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmagunlarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil oldi unga? 1430-hijriy yil hozir. 650-600-yillarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qolibdimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bo'ldi, kattalari qoldi xolos. Imom Navoiy aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonamizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'ldimi? Demak, boshqalari ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishlikda foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi. Kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun qaysidir toifa, qaysidir mamlakatda odamlar millionlagan pullar sarflayapti. Bir yildan keyin nima bo'lishini bilish uchun, baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas ming xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullarni sarflayapti. Kelajakdan bir sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilingan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz? Bu shunday kitobki, Qur'on, payg'ambarimiz shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y rost gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y rost gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan havorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan havorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'sishdan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar. Keksalarda tajribasi bilan jilolaylar deydi. Ana shu havorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Havorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularning yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom etkazamiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi deydi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon, o'qi qanday chiqib ketsa kamondan, shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaraydigan bo'lsangiz, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda. Hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanib olgan, bir yo'lda ushlab olganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, ham o'sha yerdan oladida, mana deydi Qur'ondan hujjatim bor.
Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitob sunnatdan, bunisi ham mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilishlik kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu xavorijlarning xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu xavorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat gapiryapti bizga deydi. Shat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi-da, "Ya Rasululloh, matas-saa?" Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkazadilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, bittasi aytdi, "Eshitmadi" dedi. Bittasi aytdi, "Eshitdi" dedi, "Achchig'i keldi" dedi. Chunki gapini bo'ldi dedi. Ya'ni mana shu savol berishlikda ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zining yo'li bor, xuddi javob berishlik yo'li bo'lgandek. Bu arobiy endi sahroyi, ko'p ham lug'at odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamadida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Ayna Sa'il? So'rovchi qani?" dedi. "Ana Rasululloh madaman" dedi. Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantaziris sa'a. Iza zuyal amanat fantaziris sa'a." Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar odamlar omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomat kutavringlar dedi. Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi deganda yuqoridagi hadisda aytdilarda, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantaziris sa'a." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustasi qilish kerak degani. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularda ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. Ichida zo'r fahm farosatli, zehnli ehtimol olim, alloma bo'ladigan yoshlar bo'ladi. Shu iste'dodini yuzaga chiqaradigan o'qituvchi xiyonat qilsa, bu bola ana shu oddiyligicha qolib ketadi. Agar tabib o'zini yelkasidagi omonatni ado qilmasdan noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri dori beradigan bo'lsa, bemor o'ladi, qiyomatda javob beradi. Agar bir korxonaning rahbari o'zini rahbarligiga loyiq bo'lmasdan egallab olib, o'zi loyiq bo'lmasa ham atrofida ish yuritadigan odamlarni loyiqlarini qo'ymasa, bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bittasi shukanki, ishlarni boshqarishlik noahil odamlarning qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya bir odamning shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga kuzib qolgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu shunaqa ekan deb eshitib qolgan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloning omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayotgan qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noahil odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomat kutaveringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rib turgan zamonlarda yashayapmiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh. Madina ahli
Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, bir yigit Dajjolni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjolning oldiga kelgan paytda Dajjol unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Haligi yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjol ekanligingga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjol uni fitnaga solib, yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni Robligingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadi-da, butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, bir ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tika turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada imonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kimni o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi. Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joyda noumid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni, yahudiylar o'ldirdi deyshadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah, va ma qataluhu va ma salabuhu, walakin shubbiha lahum, va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhann va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhisalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhisalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havoriysining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhisalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhisalom qissasida eshitganmiz, Iso alayhisalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havoriysining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, kiminglar xohlaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishligida va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini. Ana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men deydi. Yo'q deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda ha sen deyishligi bilan Iso alayhisolamning shakli unga o'tadi. Iso alayhisalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladida, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh.
balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta odamning bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-havoris qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhisalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizni e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhruf surasi 61-oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lur. Demak, Iso alayhisolamning tushishligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhisolam tushishligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida, Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan, so'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zining askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turar ekanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhisalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi, ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga keling bizga namozga o'ting deydi. Ya'ni Iso alayhisalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhisalomga imomga o'ting deganlarida Iso yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi. Ya'ni Iso alayhisalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhisalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso haqida aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhisalomning osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar
Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida, erib bo'lguncha uni tanasiga urib, qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. So'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? Men Allohman deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjal fitnasini Iso alayhisalom nihoyasiga yetkazganidan keyin, mana shu fitnaga uchrab, sobit turgan mu'minlarga ro'baro bo'lib, bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi, ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjal fitnasi sobit turganlarga jannat bor. Iso alayhissalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi." Endi qiladigan ishlari: xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni krestni yo'q qiladi. To'ng'izni o'ldiradi. Dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Mana shu 4 ta ish Iso alayhisalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi, yashagan. Lekin Iso alayhisalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Isobatani min ummati ahrazahumullohu minan nar." Meni ummatimdan 2 toifa bandani, 2 toifa kishini Alloh taolo do'zaxdan saqladi. Ularning birinchisi Hindga g'azot qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azot qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda Iso ibn Maryam bilan Yajuj Majuj qissasida sobit turgan kishilarni Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Iso alayhisalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda-kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin payda-pay keyingilari bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Iso alayhisalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, Dajjolni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. Iso alayhisalomga shunday vahiy keladi. Ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida Iso ibn